Salom do'stlar, sizlar bilan men Notbek. Bugungi videomizda Ezzo Voli va mening orolimda dam olib kema qurdim do'stlar. Men o'sha kemamni bugun sizlarga ko'rsataman. O'zim kreativ rejimida qurdim. Endi survivalda qurish edi. Hech qanaqa mod ishlatmaganman kreativ rejimida. Mana do'stlar, Anton Griezmanning va do'stlar, mana o'sha online keldi. Sizlarga mana o'sha kemamizni ko'rsataman. Match olyapman. Mana xullas janob Ezzo Volining uyi. Mana bir qadam, ikki qadam xullas mana qadamlarni tashladi. Bu mening kemam, juda katta kemam. O'zim qurganman. Bu yer mana palubaning biroz tushadigan joyi. Bu yer mana kapitanning xonasi, ya'ni men va Ezzo Voli yotamiz yoki men yoki Ismoillar yotamiz. Shunday dam olamiz. Dam oladigan joy. Bu yerga tikada, ya'ni bu yoqqa rol qo'yishim kerak, lekin hali shturval qo'yganim yo'q. Kemaga hali tayyor emas. Va bu yer esa yuqoriga chiqadigan joy do'stlar. Bu yerga chiqsak juda ham, keyin esa mana bu yerdan pastga tushgan paytimizga to'g'rigina bizda kemaning lyuk, ya'ni pastki qavatiga tushiradi. Bu yerda hali biroz remont qilish kerak. Bu yer esa mana bu yer omborxonamiz ham yaxshi. Biroz kola kam. Mazali kola. Xullas, endi esa gap tushirmasdan yuqoriga chiqamiz. Bu yer esa mening haykalim, ya'ni kemamga qo'yilgan haykal. Bu haykalim juda ham sovuq ekan. Bu haykal esa juda ham yaxshi o'rnatganman bu haykalni. Ana qaranglar, hozir men bunga tuxum otaman, tuxum bilan ham tushib ketgan. Deram qanchalik yaxshi o'rnatganman. Mana uning kuyi tushib ketadi, qaranglar. Deram bu bizning juda ham respekt kemamiz. O'zining narxlari ham bor. Buni men sotyapman. Sotuvga qo'yganman bu kemamizni. Tayyor qilib, chiroyli qilib sotamiz. Xo'sh, bu kemamizdan bu yerda ko'rsatdim sizlarga. Ana bu yer esa bizning davlatimiz bayrog'i. Hali oxirigacha o'tkazishimiz kerak. Mana bu yer esa o'zi boya ko'rsatdim, machtalar. Palubani ham ko'rsatdim bolalar. Endi keyin esa do'stlar, endi bu kemamizni tayyor respektini ko'rdingiz. Mana bu yerning mana osti suvga tekkan. Yaxshi kemamiz tayida, hatto o'zining qarang. Bu endi esa do'stlar, men o'zimning chiroyli dacha uyim va janob Ezzo Volini o'zimnikilarni ko'rsatganman. Agar oldingi videolarni ko'rmagan bo'lsanglar, bir marta ko'rsataman. Bu yerda mana meni itxonam, ya'ni kuchuklarim, itlarim yashaydi. Chiroyli, zo'r. Va bu yerda esa mening yuqorida mening bu yerda uyim. Mana uyimni ham sotmoqdaman hozircha. Mana bittasi bilan hammasi o'chadi. Texnika o'zim qilganman, bittasi bilan hammasi yonadi. U hamma uy o'tkazib beraman. Nomerlarni yodlab olinglar: 97-213-3404 nomerlar. Hamma uyga tika o'tkazish. Sam hazil $500 tashaysizlar. Bir stak izimbortga yaxshi o'tkazib beraman hammasini. Bu esa janob Ezzo Voli uyi. U bitta xonasi bor. Mana qaranglar, xona qanday yaxshi, normalniy, chiroyli. Bu uyning sotuvga ishchi qo'yganlar, to'g'ri, bu uy ham sotiladi. Bu uy juda ham yaxshi, saqlashga dastaradi. Bu yerga esa do'stlar basseynchasi ham bor. Yana bu yerga bo'lmadi. Nima bo'ldi? Oyi. Ezzo Volini sirli palubami? Paluba deyman. Sirli ombor bor ekan. Wow. Yaxshi. Uxti. Biroz kerak, mana shularni olib turaylik qarzga. Mazza qilib kiyamiz. Mana nihoyat bu yerdan chiqdi do'stlar. Ikkala uy ham sotiladi. Yaxshi uylar, kiyimlar ham yaxshi. Qani, undan keyin do'stlar, mana orolimizdan do'stlar yana bittagina ish qilishimiz kerak. Bu orolimizdan mana bu yerda bitta narsa quraman hozir bilan do'stlar. Bu juda ham yaxshi narsa bo'ladi. Hozir men suv tagiga biroz tushaman.
sizlarga aytganimda yine aytganimga eshitmadinglar baribir. Ana shunday qilar. Yo'q, bunaqa. Kemamiz to'g'ri tomonga, lekin kema tomonga bo'lgani bilan bu tomonga qayiqlar turadi. Endi kema o'tkazish shart emas, chunki kema o'zini chiqadigan joyi bor. Chiqadigan joyidan o'tkazganimiz bilan, o'tkazmaganimiz bilan ham baribir bo'ladi. Shuning uchun bu yerdan qayiqlarimiz uchun faqat katta kemalar bo'lsa chip qolsa, endi ular ham shular uchun hamda ko'prik qurib qo'yaylik, maydaroq bo'lsa ham. Yo'qol. Sen taklif qo'ymaysan. Yo'qol. Ana. Mana bu yerdan ana. O'zimiz aslida birozgina chidamli, yuvib ketmaydigan ko'prik quramiz. Mana do'stlar, biz dengizda endi yashaganimiz uchun hozircha shunga bu yerdan birozgina narsani ham qo'yishimiz kerak. Chunki bu yoqdan ketamiz, kelamiz. Kelsa zavoli menga aytuvdi, bir ikki narsani qurib qo'yin degdi. Zerikmasligimiz uchun bu yoqdan biroz aka-ukaga o'xshagan narsa qilib qo'yin degdi. Sindirib, bu yoqdan bitta, 3 ta qayiq qo'yib qo'y. Endi esa mana akvaparkka o'xshash narsani ham mayli qilamiz. Проходит man o'zi tez quraman, shuning uchun asta tez qurib ketaveramiz. Xo'sh, qo'lim qiyshiq bo'lmay ketsin. Mana. Endi esa bu yerdan ko'rdan do'stlar. Tezlik bilan aylanib, bu yoqqa ham yana ham tezlik bilan o'tib, bu yerdan chiqib, bu yoqdan yana ham aylanib, endi yomg'irda ham quyavergan vaqtdan qaranglar, topda vaqtda. Mana. Ana tayyor bo'ldi deyarli mana shu joydan. Ting yana ting. Fin utri pantun tatian boy tin bom endi esa bundan mana buni olib tezgina hamma joyini o'tkazib chiqdik. Do'stlar, mana buni ham olib bundoq aytgancha bu esimizdan chiqibdi. Bunday. Sen mana shu narsa shunchalik davom etyapti. Burilishga mana bundan qo'ysa bo'lmaydi. Har burilishga bundan qo'yib, keyin bundan qo'yib ketavish kerak. Endi bu option Do'stlar, biroz ko'proq shuni bo'ladi do'stlar, chunki do'stlar ancha vaqt ketar ekan. Nimasi bo'lyapti?
adashmadimmi? Mashhadiyam xato bo'lganda birikdi. Yomg'ir maydonga tegdi mana shu xatolar. Xatoy. Dardim bo'lmish xato. Bo'lib qolmas. Mana xullas tugatdim, endi ishga tushirsam bo'ldi. Mana endi ishga tushirib bitta sizlarga deaktiv ko'rsatib beraman, sizlar esa olovchi qoldiringlar. Mana do'stlar, endi mana shunday bo'lgandan keyin mana bu yerdan quruq bitta reaktivdan qo'yamiz. Yaxshi reaktiv dvigatelь bo'ladi bu biz uchun. Keyin esa tezlikni onajon ko'rsatamiz. Nihoyatda so'nggi dastamlik bo'ldimi? Bo'pti. Ana endi esa bir boshidan astagina mana buni olamiz. Endi ertalab boshini bitta qilib qo'yamiz, keyin bitta sinaymizda videomiz tugadi. Mana xayrli hamma yana turdim mana nihoyat. Endi esa pastga tushib boyagini sinaymiz. Afsus bo'lsin. Xo'sh, mana qanida yo'q bo'lmas. Ana to'xta kerak. Birinchi tomonda bola bas buzuq ekan, buzuq. Balkim umuman buzuq narsa ekan bu narsa. G'irt buzuq narsa ekan. Men noroziman. Kirishlar buzuq. Xitoynikiga berishdi. Men noroziman, hammasi buzuq ekan. Buzuq o'shalar. Xitoynikiga bergan uchun hammasini hali hokimiyatga ariza yozaman. Mana nihoyatda o'zimni qo'lim qiyshyapman, o'zi bilasizlar, qo'lim qiyshiqdan yurishga o'ynayapti. Qo'lim qiyshiq bilan qaplantirdim hali. Mana uni o'qilaydi. Bo'ldi mana nihoyat. Endi ba'zi o'tirib, ba'zi oxirigacha ucholmadi. Judayam maza bo'libdi ekan. Bo'ldi do'stlar. Shu ishimiz bilan kiyimimiz sotiladi, uylarimiz sotiladi. Olsanglar, nomerlarimga telefon qilinglar, boya aytdim. Ana endi do'stlar, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling, yaxshi qoling. Xo'p.